Bad boy and Bad girl. love story. Birinchi marta ko'rgandim men seni, kirganimda makroga. O'shanda o'xshatgan edim men seni, tohirisi Zuhroga. Tohiring bo'lish uchun tushdim izingga, uzr seni masabni. O'shanda jahl qilarding o'zingga, ajratolmay o'nkapni. Gaplarim sal qo'polroq, o'zim oddiy bir bo'ydoqlikdan qutqar mani asalgina qizaloq. Ochma eshitgin mundoq, shoshma savolim shundoq. Bir umrga mumkinmi sana shirin qizaloq? Yaxshi qiz, agar sir bo'lmasa bugun nechlikka oldingiz? Qanaqa ikki boringiz, net adresga tushib qoldingiz. Qanaqa adres? Avtobus kutolmas stanovkada. Siz ma'lum bir ostanovkangiz bormi o'zi bu ko'chada? Erkaklar uylanmaguncha ma'lum ostanovkasi bo'lmaydi. Qizlarning yerga tegmaguncha normalniy panyatkasi bo'lmaydi. Nima? Men hali yosh qizman, menga yer kerak emas. Sizdek qizlarni aslida muzeyga berish kerak o'zi, yerga emas. Sigaretingizni sal nariroqda chaking, parovozga o'xshamasdan. Ey, qishda chaksam yomonam tutiydi, to'xtamasdan. Qishda? Qizil jinni ekansiz, uchiga chiqqan. Nima? Qizil udastreniyali babnikman, jinnini yo'q qo'ygan. Yoqtirib sevsang shu endi ahvol, ha? Babnik ham sevadimi? Qo'ying. Babnik ham bittasini sevguncha babnik bo'ladi. Aldamang. Maldayotganimda yolg'on gapirmayman. Ko'p gapirmang. Tug'ilganimda hayajonlanib 1 yil gapirolmaganman. Gap qisqasi, telefon nomeringizni 4 ta raqamini bilaman. Bo'lishi mumkin emas, kechagina yangi nomer olganman. Ну давай спорим, bilsam bitta savolimga to'g'ri javob berasiz. Xo'p, bo'ladi, agarda bilmasangiz, ketimdan boshqa yurmaysiz. Okey, kelishdi. Xullas 99 893 qoyilmiz. Qichamda siz kodini aytibsiz. Ey qizi, yutqizdingiz. Yana bitta savol. Qaysi taraf chap, qaysi taraf o'ng? Bu yo o'ng, bu yo chap. Bu yo chap, bu yo o'ng. Xayolim o'g'irlabsan yurek o'g'risi. O'rgatib olding o'zingga. Sotkayni o'g'irlabman, sotka o'g'risi. Qaratib oldim o'zimga. Bergan azoblaring uchun yur zagsga. Uzuk taqiy qo'lingga. O'tkazib olibsan men o'z nomimga. Kelin qili uyimga. Gaplarim sal qo'polroq, o'zim oddiy bir bo'ydoqlikdan qutqar mani asalgina qizaloq. Ochma eshitgin mundoq, shoshma savolim shundoq. Bir umrga mumkinmi sana shirin qizaloq? Jon, sizga meni Xudoning o'zi berdi. Ha, lekin qaysi aybim uchun? Nima? Hazillashdim.